Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, Textronics Catcam dasturi bo'yicha o'quv darslarimizni davom ettiramiz. Bugun 3-darsimizda sizlar bilan umumiy panellarni o'rganishni davom ettiramiz. Esingizda bo'lsa, o'tgangi darsimizda demak tugatgan joyimiz mana shu yerdagi umumiy belgilangan belgilarni, ya'ni umumiy ko'rsatilgan joylarni barchasini demak bu orqali o'tsa keyin shunday ko'rinadi. Mana qo'yib chiqqanidek kopiya olish, ya'ni ko'paytirish, uni qo'yish joylarini ko'rib chiqqanidek davom etamiz. Mana e'tibor bering. Bundan keyingi jarayonlarimiz qay yo'sinda davom etadi. Demak, mana endi keyingi nimamiz bor, belgimiz bor. Bu belgi demak wrap around hisoblanadi. Bu mana e'tibor bering. Bizdagi mavjud demak butun naqshni o'ngga yoki chapga surish imkoniyatiga egamiz. Mana tepaga yoki yuqoriga. Shu orqali umumiy raportni belgilab olish yoki raportni qaytandir tugatish yoki raportni qaytadan boshlash imkoniyatiga egamiz. Va mana shu holatdan foydalangandan keyingisi crop hisoblanadi. Crop demak belgilangan joyni qo'yib olish yoki buni maxsus ko'chirib o'tkazish natijasi yoki buni crop qiladigan bo'lsak, mana faqat shu yerda qoldirdi, qolgan joyini olib tashladi. Bizga kerakli joyda olib oldik. Demak, kerakli naqshni tanlab oldik. Mana e'tibor bering, oldingi qilgan chizgan chizlarimizni kopiyasini qo'ygan edik, tozaladikda mana boshqatdan bir ko'radigan bo'lsak, ixtiyoriy chizilgan, misol uchun rangli mana turli rangni belgiladik, boshqa rangni belgiladik. Mana to'liq shar aylanasini chizdik hamda outline turibdi. Mana e'tibor bering, outline ya'ni tashqarisidagi buni kattaytirdik, mana 6 qildik. Boshqa rang tanlab olamiz. Mana hozir ko'rinish uchun mana ko'rdingizlar. Demak, e'tibor bering. Mana shu belgini orqali biz belgilab tashqi aylanani umumiy ajratib olish uchun aylana chizib oldik va bu shu aylanani ajratib olish uchun va buni diametrini, yo'g'onligini mana bu belgida mana son 6 qo'yildi hozir bizda. Mana shu 6 belgi orqali belgilab chizganimizdan keyin mana rangini boshqa tanlaganida e'tibor bering, demak aylanamizning tashqi diametrini bizga alohida rang bilan urg'u berdi. Yoki mana e'tibor bering, singlda turibdi. Oldingi nimalarga qaytdik. Smile'larni oldik. Mana e'tibor bering, rangi bo'yash, chunki rang tanlab olinyapti va davom etyapmiz. Yangidan tashkil qilyapmiz, create qilib yangi oynani ochib oldik. Bu yerda aylana chizdik, mana ko'kka bo'yalgan. Uni atrofini belgilab, boshqa rangni tanlab belgilagan edik. Mana bizda aylanamizning atrofini o'zi boshqa rang bilan to'ldirib berdi. Endi har bir ezgan sari smilarni qarang, e'tibor bering. Har bir ezgan sari mana shu yerdagi aylanani radiusini yo'g'onlashtirib ketishni boshladi. Lekin bizda 6 ga 4 bo'lganligi uchun 6 ta uzunasiga, mana bu uzunasiga 6 ta katay bo'yicha, bo'ylamasiga 4 ta katay bo'yicha fon berishni boshlaganligi uchun bizda bu yerda ikki yonimiz yo'g'on, yuqori va pastki qismlarimiz ingichkaroq nisbatan chizilishni davom etyapti. Expand, remove orqali belgilab kattaytirib olib, mana e'tibor bering, kattaytirdik. Şimdi qulay holatga kiygizib olamiz. Kichiraytiryapmiz, buni ko'ring. Fixet 1 10 qildik. Ko'rdingiz, mana bir tomonni kichiraytirib, ya'ni o'rtadan kichiraytirib, ikkinchi tomonga qo'shib yuborish imkoniyatiga ega bo'ldik. Mana belgilangan nuqtadan chap tomonimiz kamayib ketdi, o'ng tomonimiz esa o'z holida turibdi. Insert. Ana insert esa
qolgan o'ng tomon qismimizni ma'lum joyiga qo'shimcha qo'shib berdi. Demak, yana bir shaklni yoniga ikkinchi shaklni xuddi shunday shakldan davom ettirib qo'yib beryapti. Insert remove kamaytiruvdi. Endi insert bu yerda demak qo'shimcha qo'shib berdi. Mana yo'qlashtirib qo'shib olyapmiz. Gorizontal bo'yicha yuqoriga ko'taryapti mana. Mana eniga bo'ylamasiga qo'shyapti. Endi buni image afterline o'tdik. Image afterline'da mana inside single'da turibdi. Shu orqali bajaradigan bo'lsak, boshqa rang tanlab olamiz atrofida qilish uchun. Rangni ko'paytirib oldik. Atrofiga chizib berdim. Mana ko'rib turibsiz, mana bittalik bo'lganligi uchun atrofiga chizib berdim. Endi buni ko'paytirdik, mana 6 ta qildik mana. 6 ta qilganimizdan keyin atrofini to'ldirib berdi mana. 6 ni o'zgartirishimiz mumkin. 5, qaysidir joylarini 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6 qildik mana. Mana endi e'tibor bering. Mana shu e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu belgimizni atrofiga 6, 5, 4, 3, 2 qilib yana 3, 4, 5, 6 qilib aylanib o'tib ketdi. Mana shu har bitta burilish joyida bizda, har bitta burilgan joyda bizda demak turli shakldagi, turli yo'g'onlikdagi naqshlar yoki chiziqlar hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lgan ega bo'lish, chizish imkoniyatiga ega bo'ldik. 2 ni 0 qildik. E'tibor bering. To'g'rilanib ketdi. Qaytib oldik, outside qildik. Ana endi outside tashqari tomonni qilyapti. Inside ichki tomonida. Ana endi qizilni belgilagandik, qizilni oldi va ichiga qo'yib berdi. Mana e'tibor bering. Qizilni smile qarang, mana chap tomon. Chap tomonda, o'ng tomonda yuqoriga va pastga qo'yib beryapti. Orasiga qo'yib beryapti. Mana shu belgini qo'yish imkoniyatiga egamiz. Interlace propertiesda, ya'ni balandlik, uzunlik bo'yicha 10, boshqa rang tanlab oldik, qo'ydik, mana ko'ring, mana 10 ta qator qo'ydi mana. Mana shu birinchi chizilganimizni ensizligi bo'yicha enligi 1. Endi buni teskari shaklda qo'ydik. Turli shakllarimiz bor. E'tibor beradigan bo'lsangiz, 10 taga, mana 10 taga bitta katayda o'chirdikda, mana qaytdik orqaga, 10 ni 5 qildik. Mana 5 ta chizib beryapti, ko'ryapsiz. Buni ham 5 ta, 5 ta qatorli qilib. Hamma barcha joylarga bo'ylamasiga endi bu ko'ndalangan. Endi bu balandlik bo'yicha mana zebra hosil qilyapti. E'tibor bering. Qaytamiz. Keyingi jarayon bilan tanishib chiqamiz. Demak, mana bu yerda urush. Burchak osti hosil qilish, mana qaysidir burchak nimani burchakka qo'yish va 2 marta ko'paytirib qo'yish imkoniyatiga ega bo'ldik. Belgilab oldik. Mana 3-chi, 4-chi tomonlar turli burchaklarga burib qo'yish. Ya'ni e'tibor bersanglar, haligi bizda burilishlarni aylantirish, kirib burilishlarni tuzishda aylantirish usuli bo'ladi. Xuddi shu aylantirish usuliga o'xshagan effektdan foydalanilyapti. Mana shu effektlarni qo'yib aylantirib olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Mana shu belgi orqali. Mana yangi faylni ochamiz. Mana turli dizaynlar o'zi Textronics kompaniya tomonidan berilgan bo'ladi. Mana shulardan ixtiyoriy JPEG, mana JPEG yo'nalishida fayllarni ochib olishimiz mumkin, yoki saqlanib qilib, yani saqlab olish imkoniyatiga egamiz. Endi skanerdan to'g'ridan-to'g'ri olsa ham bo'ladi. Skaner qilingan variantlardan olsa bo'ladi. Demak, bizda hozir skaner ulanmaganligi uchun shuni ko'rsatyapti. Yoki turli edit orqali, ya'ni pastda, ya'ni qo'yish, stavit qo'yish orqali yangi chizmalarni qo'yish imkoniyatiga egamiz. Boshqa nimalardan ham foydalanish imkoniyatiga egamiz. Mana santimetrlar qo'yish imkoniyati bor. Santimetrni o'chirib qo'ydik. Shogird bu, ya'ni demak, kataylarga bo'lib olish.
ular katalog orqali ko'rsatish va turli holatlarda ko'rsatish. Mana shu nimalarda turlari bor. Endi boshqa modifikatsiyalarni keyin boshqa nimalarni ishlaganimizda kerak bo'ladi. Mana ajratib olyapmiz, mana belgilab olyapmiz, turli belgilab olishlarni selection qilsak ham bo'ladi. Demak, bu knopkalardan emas, ya'ni nuqtalardan belgilangan barcha belgilardan emas, ya'ni yozuv orqali barchasini belgilash, ular bilan ishlash, ranglarni o'zgartirish, rang qo'yish, boshqa 1302 ta rang mana shu yerda belgilanibdi. 1302 ta rangni Smart Edition ko'rsatib beryapti. 9 ta pikselga bo'lib chiqilgan. 9 ta pikseldan agar biz oxiriga chizadigan bo'lsak, Smart Edition qiladigan bo'lsak, mana 9 ta nimaga bizga belgilab olishimiz mumkin. Mana e'tibor bering. Mana 3 ta rangda 4-rang redus qilamiz. 4 ta rangni ajratdi, lekin bizda qo'shimcha yana ranglar bo'lishi kerak. Mana 4-rang oq bo'lib qolganligi uchun oqdan belgilab olish uchun e'tibor bering. Bizda 4 ta rang edi, 4 ta rangni beribdi ekranimizda. Image kiramiz, ya'ni rasmga kiramiz va boshqa jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Xullas, bu nimamizda ushbu roliklarimiz orqali biz demak Textronics programmasini, dasturini ekranida, ya'ni umumiy panelida joylashgan nuqtalar, belgilar to'g'rirog'i, shu belgilar va ularni nima ish bajarishi to'g'risida bizlarga qisqacha 3 ta darsda tushuntirishga harakat qildik va bundan keyingi darslarimizni kuzatib boring. Bundan keyin darslarimiz yanada qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Video darsimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.